Bular 3 milyon 600, 3 milyon 500 satılgan. Hı. Aksiyada 2 milyon 700 ming so'mga qo'ydim ana. Ağa 2 milyon 800'den ötken videonuza koymadınız. Ha. Lekin 100 milyon so'm size yaraşmaydı. 2 milyon 600. 500 kılan şampiyon boladı. 2 milyon 500 mi? Ava Yaxshi. 2 milyon 500'den yine 10 ayağımı 12 ayağımı özüne 10 ayına karab төлese. 2 milyon 500 bo'lsa, oylik to'lov 200 ming so'mdan chiqadi. Roza Ramazan ayında chiroyli gilamlar bilan uyimni döşümen deb niyat etib o'tirgan obunachilar ekran qarshisine yaqin keling. Qo'lingizda atigi 100 ming so'm, 200 ming so'm pul olsa hech qanday eldinden to'lovsiz, eng asosiysi foiz va ustamalarsiz asl Xali gilam do'konidan zo'r yangiliklar bor ekan. Videomizga bir like ni bosib yaqinlaringizga yerib turinglar. Hozir tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum Xorazm E'lonlar kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda Ray Center bozori 2-magazina Gunbatar darvoza tomoniga keldik. Bu yon tomonimiz bo'ladi Zapchas bozor tomonidan kelaverishimiz. Bu yon tomonimiz bo'ladi Ray Center Poskay tomonidan kelaverishimizda o'ng qo'limizda joylashgan asl Xali 2-magazin bo'ladi. Dastavka uchun mashinalar ham tayyor ekan. Ko'ramiz obunachilar. Neracha dastavkalari bor, aksiya muddati qachongacha bo'lib o'tadi. Videomizga like'larni bosib turaverasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Abibek. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xormi? Bayramlar bilan? O'zing ham bayramlar bilan. Ko'chada obunachlarim hozir bayram munosabati bilan 100 ming so'mga gilambar tutdilar, bo'yib to'lara, foizsiz dedim, kredit aralashmaydi dedim. To'g'ri aytibsan. Berasizmi? Xudo xolasa beramiz. Assalomu alaykum bizning obunachilarimiz. Yana eng yaxshi oylardan biri Ro'za Ramazonga girib kelishi munosabati bilan zo'r aksiyalarni qildik. Endi O'zbekcha bilan shartlarni qisqacha boshqa tushuntirib o'tsak. Bular shartlari bizning do'konimizda yana nao gilam olsa hammasi aksiyada qo'yibmiz. Yana ham toza gullar, toza dizaynlar geldi. Iranskiy sifatdagi geldi. Bu yoqda kavrolarimiz geldi. Kavrolan tarafda. Baholarni ham aksiya baho etdik, tushirdik. Yana ham shuni 1 oydan 12 gacha bo'lib to'lari olib biladi. O'zbekcha to'xtang. Obunachilarimizga dangal narxlari qiziq. Lutfi hozir bilan ham ko'rsatib, ham narxlarni tanishtirsak. Bo'ldi, budjetnilardan boshlaymiz yana. Sizlardan shunda gilam sotib olsam, baraban aylantirib sog'a olamanmi? Bemalol, ayna. Necha so'mdan boshlab? 5 milliondan boshlanadi. Ta 30 millioncha gilam xarid etadi, barabarni aylantiradi, ustunda olib ketadi. Telefon nomer tashab ketishma yo'q. Ustunda siraz olib ketadi. 10-mart kuni kelasiz, barabarni aylantirasiz. Yo'q, shu ustunda olib ketadi. Avval ham shunda aytganmiz, hozir ham shunda turibmiz. Barakasini bersin. Zo'r ha. Inshaalloh. Xo'p. Endi gilamlarni yoyib beramizmi? Ava, endi budjetnilardan boshlaymiz yana bir qator. Ava. Razmerini och. Bular 3 metr 5 metrlik gilam. Ava. Arkasi rezinoy. 600 ming so'mga qo'ydim buni. 3 metr 5 metr 600 ming so'mdan oylik to'lov aytganingni 50 ming so'mdan chiqadi yana. 50 ming so'm? 50 ming so'm oylik to'lov. 12 oy to'laydi 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan bulan izi bormi? İzi bor. Hamma ikkilanamizmi O'zbekcha? 3 4, 3 5, 4 5, 3,5 5 bor. Xo'p. Emanda endi sal qalinroq bor. Ava. Yana. Arkasi lekin do'qilgan qilimini. U razmer katta qilin. Do'qilgan. 3 metr 6 metrlik oli. Bular ham 2 milyon 200, 2 milyon so'm sotganmiz, hozir 1 milyon 600 ming so'mga tushirib qo'yibmiz. 1 milyon 600. 3 metr 6 metr 1 milyon 600 ming so'mga 12 oy shuni bo'lib to'lab olib biladi. Ag'a, dastavka, kirqish xizmatlari necha bo'ladi? Hammasi bor. Ichindami? Ichida. Narx o'zgarmaydi? Yo'q, narx o'zgarmaydi, Ag'abek. Masalan 1 milyon 600 ni 12 oy bo'lib to'lasangiz, necha so'm 1 milyon 600 ming so'mni to'lamiz 12 ga. Qani? 133 ming so'mdan tushib turibdi oylik to'lovini. Shu 133 ming so'mdan 135 yoki 140 ming so'm bo'lib ketmaydimi? Yo'q. Shu pulda to'laydi. Bo'ldimi? O'zgarish olmaymi? Hech qanday foiz ustamalarsiz bank aralashmaydi, Ag'abek. O'zlarimiz beramiz. Pasport plastikini ham akkalimiz o'zi bilan qaytib beramiz. Ag'a, bir kunga chaqib ketsam necha oylik tushmay. Bu oydan to'lamaydi, oldimizdagi oydan to'laydi. Yaxshi, endi 2 oydan ham sal gecha qoldi bir kun. Endi oyning oxirigacha to'lagani yaxshi. Oyim 2 oy bo'lib ketadi axir. Foiz mindirmaysizmi? Foiz minmaydi. Shu 133 ming to'laydi. Yaxshi, dimajay bunda. Yaxshi vazn yo'qla qo'yibsiz. Xo'p, keyingisi? Bu qalinroq, bundan ham Ag'abek. Sifati qalinroq. Bahosi, razmeri aytib o'tamiz hozir. Bir ikki ochsinglar gullarni. Ha, bir xil vaj, sveti boshqa. Sveti boshqa va. Bularni 3 metr 5 metrlik oylik to'lovlari 150 ming so'mdan chiqadi. 2 milyon 250 ming so'm. Oylikmi, kunimi? Oylik to'lov 150 ming so'mdan. Guni shunda 5 ming so'mdan tushib turibmi? To'xtang. Shu 150 ming so'm dedingizmi? Oylik to'lov. Oylik to'lov 150 ming so'm. G'ol 3 metr 5 metr 2 milyon 250 ming so'm. Shunda 50 ming so'mdan tushadimi? Oylik to'lov 150 dan tushadi. Ha, oylik to'lov 100. Uzr, unda 5 ming so'm tushadi. 5 ming so'mdanmi kunini? 5 ming so'mdan tushadi ekan. 2 milyon 250 ming so'mni bo'lamiz. Ketdi. 12 ga. 187 dan tushadi ekan. 187 ming so'mdan. 187 dan. 3 4 ni pulni aytibman. Oyna. Oyna 187 ming so'mdan tushadi. 3 metr 5 metrni qalin qilasizlar. Bundan boshqa razmer bormi? Hamma razmer bor. 7 3 4 7 so'rayman, 3 7 so'rayman. Onda metrajlarni so'rayman, hamma o'zi bor. Metrajlar ham bor. Misol buni biri
bejvisini aladi, biri gökini aladi, qizilini aladi. Hamma razmeri bor yana. Ağa biz az yoyib beribmiz-ku, ko'pchilik obunachilarimizga ipak gilamlar ham qiziqdan, bular ham berasizmi? Bular ham beramiz. Necha so'mdan boshlanadi? Qara, ipak gilamlarimizni kvadrat metri 80 ming so'mdan boshlanadi. 80. 80 ming so'mdan boshlanadi. 80 mingligi bor, 120ligi bor, 160ligi bor, 220lik, 190 ketaveradi. Ina misol 80 ming so'mligi mina. Aha. Ina. İpek, he? İpekni 80 ming so'm. Chetine yana koja qo'yilgani. Kvadrat 80 ming so'm. Yana bo'lib to'la berasiz. Yana bo'lib to'lara, qaranglar. 7 uchun hisoblang. Mana Bu misol razmer. hisoblab beramiz. Aha. 21 kvadrat 3'e 7 80 ming so'mdan. 1 million 680. Bo'lamiz 12. 140 ming so'mdan oylik to'lov chiqadi. Hech qani Hech qani shu 110 ming so'mmi, 105 ming so'mmi shundan tushadimi? yo'q, oylik to'lovi 140 ming so'mdan bo'lib turibdi. Ha, oylik to'lov. Ha, 140 ming so'mdan. Shunda 5 ming so'mdan tushib turibdi kuni. 5 ming so'm bormidi? 5 ming so'm bormidi? Atiga obunachi. Bemalol endi xonadonimizni to'shab bilasizda. Bular ham berasiz. Qolingini olsa, qolingini. Buni kvadratı misol 170 satganmiz, hozir 150 ming so'mga tushirib ko'pmiz. Baholarni hammasini tushirib ko'pmiz biz. Bo'lib to'lara dedingiz-ku. Hammaga berasizmi uni? Hammaga beramiz. Yani yosh kattalara beraman, o'rta yoshlara beraman, davlat ishida ishchilarga beraman degan gap yo'qmi? Yo'q, hammaga beramiz. Hammaga. Hamma odamga beramiz ava. Pasport pul Pensionerlar ham berib turibmiz. Pasport plastikini keladi, bo'ldi, ishi bitadi. Zo'r. Pasport plastikini ham ko'p odam oqqaladi deb aytib turibdi ekan. Uni emas, o'zi bilan qaytarib berib beramiz. Ha, oqqamisanmi? Yo'q, hech qog'ozlarga qo'l qo'ydirtiramiz. Bankga olib borib ulattiramiz. Uning ishatimiz. Zalokova jaqqamisanmi? Yo'q, zalog ham hech o'jaqqanmiz. Yaxshi, yaxshi. Misol, qalingini olacak bo'lsa 200 dan chiqadi oylik to'lovi. Yipqarakini olacak bo'lsa 150 dan chiqadi. Ashuni oylik to'lovi bo'lib boraveradi. Hammaga bir dina kadon Turkmen pechatlar bor ekan. Bular ham berib turibmiz tog'a. Bular ham berib turibmiz. Og'abek, bularning kvadratini 120, 110 satganmiz. Ava. 90 ming so'mga tushirib ko'pmaydi. Yaxshisini. Eng yaxshisini 90 ming so'mga tushirib ko'pmiz. Baxmalni qalingi bu. Bu arzoni yo'q. 60 ming, 50 minglik ham shuni bor. chekamiz. Bizda undan yo'q, takirdan yo'q. Aha. Undan yo'q lekin yaxshisidan bor. Bo'ldi, Shuni ham aytib qo'ying klientlarimizga. Yana yaxshisining shushina. Endi ochiqini ko'r. Ha, bobladan ay. Ha, yana shu. Buni kvadrat 90 ming so'mlik yaxshi uyga döşaladani bu. Endi azizbek obunachilarimizga 50 ming, 100 ming, 150 mingdan tushib turibdi ekan. Endi bir ko'rpacha degan zo'rlar bo'ladi-ku. Qalinlarni aytasan. Ova, qonlarni yoyib Yana beradi. ko'rsatib o'tamiz. Yana bir xato yana. Og'abek, hammaga birdan yoqadan ko'rpacha degan qalin gilamlarimizni ko'rsataman, ha. Aha. Hozir ochadi, yana gullarni ko'rsang. Razmeri 4 metr 5 metr buni. Aha. Qalin sifat paxtada ishlangan. Orqasi kilaysiz, yana qo'shalar qo'yilgan sochoqli yana. Ham sochoqlar ham qo'jalang. Bunda yana oq svetlarni hozir ochadi bir qator. Gullarni ko'rib o'taverasizlar yana. Og'a, buni qaramaz bir xilmi? Hamma razmeri bor. Baholari endi beraz 4 ta 5 ochib turibmiz. Buni ham Og'abek avval videolarimizda ochmoqmiz buni. Toza reklamada, toza gullar bular. Yangiliklar. Yangiliklar. Bu dizayn yo'q, toza ishlattirdik bu gullarni. Og'a, shuni 7.3, 7.4 degan razmerlardan bor. Hamma razmerlari bor. Aha. Narxincha aytmanchi, to'xtab narxi. 4 ta 5 olimiz 6 million so'm sotilgan, 5 million 500 sotganmiz dekabrlarda. Hozir 4 million 800 ming so'mga tushib. Bilaman, Instagramga 4 million 800 dedingiz. 4 million Lekin 800. YouTube'ni obunachilarim bor, men Og'abek shu kelishadi men uchun deb o'tiradigan obunachilarim bor. Yo'q, to'xtang, gapni bo'lmang. Bayram munosabati bilan 4,5 million so'm berasiz, 12 ga bo'lib to'lan berasiz. Udumdan bo'lib ketadi. Bo'lsa bo'lsin, og'a bayramda. 4 million 700 atib beraman. 600. 4 million 700, 12 ga yana 1 so'm pulamin 12 ga bo'lib to'lara beraman. 600. 100 ming so'm bo'lmadi, qog'oz bilan. A'la yaxshi. 4 million 600 ga berasiz, razmerlari bor, ha? Razmerlari bor. Hozir bu 4 ta 5 ni bahosini aytib o'tdik lekin abi. Ava. Endi o'zlarining yaqin razmerlarini metrajlari hammasi bor. Eng qalin premium kачестводagi Eron sifatimiz bu. Qalinligini ko'rib turibdinglar. Hammasining narxi bir xil, ha? Hammasining narxi bir xil. Ketdi. Atari shu 4 ta 5 ta baho aytib turibmiz-da hozir beyda sana. Belingga chiqarib beradi ko'p gilamlar. Ko'rdingmi? Ko'taraman desa. Bunda Evrostillarni Og'a, ochamiz. to'xtang. Bu ajdan nima bo'lar bilan narxini tanishtirdim. Bom shu qalinlan shu. Aha, to'xtang. shu, ava. Men bir tekshirib aying. Yana sifatini ko'rmin, zishlikini ichini. Orasi Bu gullarni aytib turman-ku, tozadan ishlattirdik. Hamma do'konda yo'q. Lekin shersni ekan, ha? Mana, bunda endi Og'a. ipak sifatimizni qayta keldi. Bolalar bir minut turib shu ajdan men bir ko'ring. Mana. Bu, ya'ni televizorlarning orqasiga qo'yiladigan bilasizmi? Ha, nelar? Venesiyankadan uriladigan vajba bilasizmi? Doshdan bo'lib turadi. O shu vajda dizaynida yonib turib shunaqa vajnaqa. Gördingmi? Bu saylab oldirasizlarmi? Zavodning vkusimi u? No'su? Endi gullarini o'zlarimiz zakaz etamiz ko'psini, chizdirib, ko'psi toza gullar zavod o'zi chiqaradi. Yo, zavodning vkusina gap yo'q aka. Kim chiqargan bo'lsa zo'r chiqargan. Minimalistik, high-tech. Ular ham Og'abek hamma razmeri bor. Hozir bu yerda endi video vaqt yetmaydi-ku. Razmeri 3/5, 3/4 ashuni razmerda ochib turibmiz. Kimga kerakini so'rayveradi kel do'konimizda. Aha. Mana. Shu vajda narxincha so'm. Bularimiz ham qara. Hozir 3 metr 5 metr 3/5likda baho aytib o'taman. Ava.
3'e 5'likdə aylıq to'lovi işığalımız 3 milyon so'm 3 milyon so'm-ku. Hava. 3 milyon so'mdan bemalol 12 aya 250 ming so'mdan to'lab olaveradi har ay. 3 milyon so'm bo'ldimi shunda? Ha, 3 milyon so'm bo'ldi. Mana aytamiz, ha. Mana aytamiz. Qayting. Qaytamizda oylik to'lovini beramiz. 2 milyon 800 atib beramiz ana. 2 milyon 600 ming so'm. Yo'q, unda Yaxshi, o'rtantirma yaxshi. 2 milyon 700 qolmay. ana 2 milyon 700. 2 milyon 700 da 10 oyna qarab bo'lib turadi. Xolos 12 aya, xalasa 6 aya, xalasa 1 aya farqi yo'q. Bemalol. Bir kunda to'lasam 12 da to'lasam shu pulni to'laydi. Barakasini bersin. Dimajay. Bank aralashmaydi, o'zlarimiz beramiz deb turman-ku. Foiz kredit yo'q. Univaji yo'q, Ag'abek, univaji yo'q. Gap bo'ldi. Hech qog'ozlarga qo'l qo'ydirtirmiz. Qog'ozga qo'l qo'ydirsangiz edi 5 bet qog'ozga. Unda kredit bo'lar edi. Ag'a, shunday muammo bo'lib qolmasin, qarang. Hozir biza yoyib berib turgan gilamlarni berasizmi? U aytib turgan variantingizda yo do'kondagi imbiyon tomonda turgan sifatli kачественный gilamlarni ham beraveramizmi? Hammasi qalingdan yipqa qimmatgacha hammasini bo'lib to'lara 1 oyda 12 gacha beramiz. Ya'ni 20 millionlik gilamlardan ham bor, ularni ham beraveramizmi? Uni ham beraman. Beraman. Ular nagruzka bermayman axir. Yo'q, hammasini berib bilamiz, qo'limizdan keladi. Azbeka endi ipak gilamlarni bir arzonlashtirib bermasak bo'lmaydi. Yana ipaklarni eng zo'rlarini gekkeldik yana, gullarini ko'ringlar. Hammasini dizaynlarini ko'ramiz. Razmerlar 3 metr, 5 metr. To'xtang, bular yurib o'tib ketadi. Hali narxini chiqarsam razmerini chiqib bularni. Qara. Bular 3 milyon 600, 3 milyon 500 satilgan. Aksiyada 2 milyon 700 ming so'mga qo'ydim ana. Ag'a, 2 milyon 800 dan o'tgan videoda qo'yadingiz. Lekin 100 ming so'm sizga yarashmaydi. 2 milyon 600. 500 qilang chempion bo'ladi. 2 milyon 500 mi? Ha, 2 milyon 500 dan yana 10 oyami 12 ham o'zini o'ngayna qarab to'lasa. 2 milyon 500 bo'lsa, oylik to'lov 200 ming so'mdan chiqadi. 200 ming so'mdan. Ha. Razmeri? 200 ming so'mdan chiqadi. Razmeri 3 metr 5 metr. Xohlagan 3/5lik ishida turgan ipak gilamni olaveradi. Ha, 200 ming so'mdan chiqadi oylik to'lovini. Bemalol. To'xtang, aytmancha tendekilar boshqacharoq sifatadi ular. Boshqacha sifatan bor, har xilisi bor. Endi do'konimizga kelsa, az ustundagilar bir xil. Yana inshaalloh. O'sha ipak turganlarning hammasi 200 ming so'mdan oylik to'lov chiqadi. Oylik to'lov 200 ming so'mdan chiqadi. Barakasini bersin, dimajay. Misal birava ulraki kerak, 4/7si kerak, 12 bahasi oshadi. Razmeri kichiraki 3/4 olsa arzonlaydi, Ag'abek. Masalan, 7/3 ta razmerlar bormi? Ha, 3/7 ham bor, 3,5, 3,5, 6,5. Nistanda razmerlarni olib qo'yibmiz. Ha, standartlari bor. Hamma razmerlari bor. Yandana boshqacha gullari bor, ipakni. Bemalol kelaversinlar. Qarang, bu yerda turgan Venesianka turibdi, bu yerda ya Naturmort tayyorlarda turibdi, Bordeauxlar turibdi, bu yon tarafda Pradalar turibdi, Troyalar bor ekan. Hammasini beramizmi? Hammasini bor. O'lmay gilamni ko'rsam, hozir kartishap yoz, olma, shuning baronlarni ko'rganing donidan bo'libman bular. Mana, hamma metraji, hammasi komplekt bor. Yana bir metrajini so'raydi, yo'q degan gap yo'q. Inshaalloh hamma vaqt bor, akka ko'pmiz yana. Bor-a? Bunda yana qalin Eron sifatlarimiz yana, bularni ham ko'rsating. Bular ham hozir aksiya bahada ko'pmiz yana. Klientlarimizga Ro'za Ramazon oyi munosabati bilan yana baholarni tushirdik. Yana o'zini pulini, qarzini bo'lib to'lara olib biladi. Yangilik yo'ldan. Yangilikdan yurtdoshlarimizga qiynalmay to'laydilar pulini. Baholari 5 milyon 500, 5 milyon 400 satilgan, hozir 4 milyon 800 ming so'mga tushirib qo'yibman. Tushiring. Yana bitta tushiring. 4 milyon 600 ana o'zing aytgan bandagi bahoni. Shuni o'zim so'rayacağam, lekin 4 milyon 500 ga so'rasam nagruzkami? Yo'q, 4 milyon 600 zo'r baho, hech kim bu bahodan qo'yib bermaydi. 4/5 taysizmi? 4 metr 5 metr 4 milyon 600 ming so'm, oylik to'lovi 385 ming so'mdan chiqib turibdi. Hech qanday foiz ustama yo'q. Ustama foiz yo'q. Shu 385 dan 12 oy to'laydi, bo'ldi, tamom shu yerda buzdaydi. Ag'a, endi men shuni oldim yaxshi, bo'lib to'la oldim. Endi 1 gilamni o'zi 4 milyon 3 milyon chiqsa, 2-3 gilam olsam o'zi 6 million o'tadi, 5 milliondan. 5 milliondan o'tadi. Nosoga berasiz. 5 milliondan o'tadi, yana barabarni aylantiradi. Hava Bizada priz ichida yozilib turibdi. Gang chiqsa beramiz, qara. Yana podarkalarni bir qator ko'rsating, Mana televizor, pilisos, chopper, mana qozon nabor, blenderlar, keyin bitoylardan tashqari, bunda avvalni gilamlar ham ko'pmiz endi avvalni. Keyin 2-3lik, 3/4, 3/5 hamma razmerda bor. Ya gilamlar ham gilam ham bor bizada, bitoylar ham bor, joy namozlar ham bor yana. Yana joy namozlarimiz ham ko'pmiz yana. Hozir Ro'za Ramazonida eng kerakli joy namoz edi. Qarang, bir agar hajanamlar keladigan bo'lsa, yosh katta otamlar keladigan bo'lsa, gilamni xarididan tashqari, baraban aksiyasidan tashqari bir joy namoz qo'shib bering. Addushadi. Bo'ldi. Obunachi. Azizbek, sizni shu izlab keldim, palon yerdan keldim, pistan yerdan keldim deydigan bo'lsalar, sizni iminni izlab kelsalar bering. Bo'ldi. Xudo xolasa beramiz. Yana bir yangilik aytamiz. Do'konimiz Asl Xali gilam baza do'koni profilini ham obuna bo'lib, like bosib kelsalar, undan tashqari podarka ham berjakmiz. Yana hozir
dükkanda qalını aldık-ku, podarkasini aldık-ku. Hava. Va asl xayli gilam bazasini yana podpiska bo'lib, like bosganman desa, bundan tashqari ham podarka beraman. Sen Instagram profilinden ekranda Qo'yib o'tamiz. kommentariyada qo'yamiz. Kommentariyada qo'yib o'tamiz. O'tadi. Bu ina podarkani olib bo'lgandan keyin shuni oxirida aytaversin mana buni. Oxirida aytsin. Yana podpiska bo'lib, like bosganman desa, undan tashqari yana ham podarka beraman. Hisob. Esa yosh katta otamla enamlar bo'ladigan bo'lsa, aqtiqlaringiz ham bog'lansa, bersangizda göz siparadilar buni ochar. Asl xali desa chiqadi. Asl xali desa chiqadi ava. Xorazm e'lonlari, Xorazm ovozi kanalidan ham like bosinglar, podpiska bo'lib qo'yinglar. Ayni bu aytib o'tgan narxlarimiz va endi qo'ygan aksiyalarimiz qachongacha amal qiladi? Xudo xolasa 10-martgacha. 10 shunda bugun 18-fevraldan boshlab 10-martgacha. 10-martgacha inshaalloh. Azizbek aka ish vaqti ish kuni necha istada? Azangi 9 dan kechki 6gacha. Odamda 9, kechki 6. Birinchi kun ish ishdami? Birinchi kun dam bo'lib turibdi, hozir dam olish. Boshqa kuni ish. Boshqa kuni ish. Ehtiyojli telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Agar sizga срочный gilam kerak bo'lsa, nasib birinchi kun ochib beraverasiz, qo'g'a. Kerak bo'lsa. Yaxshi, nima bo'lsa, срочный bo'lsa gap ketamiz. Endi kimdir ishi bozor kuni bo'ladi, birinchi kun dam olish bo'ladi. Ha. Kimdir. Bir gala berasizlar, edim o'rtanmasizlar. Telefonlashamiz ava. Срочный shunday desa, bolalar bilan gap ketamiz. Endi do'konda ishidan bolalar javob oladidan birinchi kun. Ava. Xullas obunachilar telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Agar videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar, uzrli. Hammani Urganch Raycenter bozori 2-magazin Asl Xali do'konida kutib qolamiz. Azizbek akamizning arzon mehnatlarini qo'llab-quvvatlab, bir like ni bosib qo'yasiz. Azizbek aka savdoga baraka. Umringga baraka. Ana kelaverasizlar, xudo xolasa.